Bismillah. Bismillah har bir ishning muqaddimasi. Assalomu alaykum. Bugun siz bilan Saodat asri kitobini o'qib, payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamning tug'ilishidan to vafotigacha bo'lgan hayot sirlarini o'rganamiz. Video boshidan kanalga obuna bo'lishni unutmang. Muallif Ahmad Lutfiya Qozonchi. Saodat asri. 2-kitob, 10-qism. Bismillahirrohmanirrohim. Ibn Mas'ud raziyallohu anhu bir xotirasini bunday naql etdi. Bir kuni Nabiy akram janoblaridan Alloh taoloning nazdida eng yomon gunoh nima deb so'radi. Alloh taologa biron narsani teng va sherik qilishdir. Holbuki seni yaratgan ham udir deb javob qildilar. So'ngra eng yomonichi dedim. Ovqatingga sherik bo'lishdan qo'rqib farzandlaringni o'ldirishingdir. Uchinchisichi yo Rasululloh, qo'shningni xotini bilan zino qilishingdir deya buyurdilar. Yomonlik va fisq-fasod yo'lini sarkardalariga tobe bo'lib Rasululloh sollallohu alayhi vasallamga qarshi chiqqan uning yo'lini kirishdan o'jarlik qilib bo'yin tovlaganlarning ahvoli bunday bayon etildi. U kunda bu zolim qo'llarni barmoqlarni tishlab afsus nadomat qilib der: qaniydi men ham payg'ambar bilan bir yo'lni tutganimda o'lim bo'lsin menga, qaniydi men falonchini do'st tutmaganimda edi, aniqki menga eslatma, Qur'on kelganidan so'ng o'sha falonchi meni yo'ldan ozdirdi. U kunda shayton hayoti dunyoda o'ziga ergashgan barcha insonni yordamisiz qo'yguvchidir. Shu orada Rasululloh sollallohu alayhi vasallam quyidagi hadislarni ham xotiralarga muhrladi. Yaxshi do'st bilan yomon do'stni mushk sotuvchi bilan o't puflaguvchi qiyoslash mumkin. Mushk sotuvchidan yo sen sotib olasan, yo senga sovg'a qiladi, yoki uni yoniga tursang ham xushbo'y hiddan lazzatlanasan. Yomon do'st esa o't puflovchiga o'xshaydi. Yo o't puflab 3 kun sachratib libosingni yondirib yuboradi, yoki sassiq hididan bezovta bo'lasan. Mo'minlar rioya qilishlari kerak bo'lgan odob axloq qoidalari Qurayshlarga va xususan o'zlariga yomon munosabatda bo'lgan kishilarga nisbatan qanday muomala qilishi kerakligi Furqon surasida bayon etildi. Shuningdek, fozil mo'minlarning sifatlari ham ko'rsatildi. Rahmonning suyukli bandalari, yerda tavozu bilan yuradigan johil kimsalar bema'ni xitob qilgan vaqtida ham omon bo'linglar deb javob qiladigan kishilardir. Ular kechalarni Parvardigoriga sajda qilib va joynamoz ustida tik turgan, bedor o'tkazadigan kishilardir. Ular Parvardigoro, o'zing bizlardan jahannam azobini daf qilgin. Darhaqiqat uning azobi ketmas mangu azobdir. Darhaqiqat u eng yomon qarorgoh va eng yomon joydir deydigan kishilardir. Ular infoq ihson qilgan vaqtlarida isrof ham, xasislik ham, baxillik ham qilmaslar, balki ihsonlari ana o'sha xasislik bilan isrof o'rtasida mo'tadil bo'lur. Ular Alloh bilan birga boshqa bir ilohga iltijo qilmasalar va Alloh o'ldirishni harom qilgan biron jonni nohaq o'ldirmasalar va zino qilmasalar, kim mana shu gunohlardan birontasini qilsa uqubatga duchor bo'lur. Qiyomat kunida uning uchun azob bir necha barobar qilinur va u joyda xorlangan holda mangu qolur. Furqon surasi 63-69 oyatlar. Bu oyatlar ko'pgina mo'minlarning hayolga to'ldirib qo'ydi. Ko'zlar namlandi. Xotiralarda o'tmishda bo'lib o'tgan alamli, or qiluvchi voqealar jonlandi. Egilgan boshlar, bir zumda kulimsirashni unutgan ko'zlar va beixtiyor olingan chuqur nafaslaru xo'rsinishlar ularga dunyoni tor qilib qo'ydi. Chunki tarix qa'riga yashiringan va bundan keyin hech qachon takrorlanmaydigan bu xotiralar bir daqiqa ichida ko'z oldilarida namoyon bo'ldi.
o'tmishingda men ham borman deyotgandek vijdon azobini kuchaytirgan edi. Bularning hammasini jazo va mukofotini berguvchi yolg'iz Alloh biladi. O'sha kecha ko'pgina kishilar mijja qoqmadilar. U yoqdan bu yoqqa ag'anab tong orttirdilar. Nihoyat boshlari egik holda Rasululloh sallallohu alayhi vasallam huzurlariga keldilar. Yo Rasululloh, dardimizga darmon bo'ladigan bir chora toping. Axir biz adoyi tamom bo'ldik dedilar. Sababini so'raganida biz johiliya davrida zino ham qildik. Odam ham o'ldirdik. Allohdan boshqa butlarga qayta-qayta sig'indik deya javob berdilar. Nabiy akram sallallohu alayhi vasallam janoblarining izoh berishlariga hojat qolmadi. Ushbu damda vahiy malagi Jabroil amin sarvari olamning huzurlariga tushgan edi. Mo'minlarga shafoatchilik qilguvchi payg'ambarimiz sallallohu alayhi vasallamga yangi kelgan vahiyni o'qidilar. Magar kim tavba qilsa va iymon keltirib yaxshi amallar qilsa bas, Alloh ana o'shalarni yomonlik gunohlarini yaxshilik savoblarga aylantirib qo'yur. Alloh mag'firatli mehribon zotdir. Kim Allohning rizosiga, mag'firatiga qaytgan bo'lur. Ular, ya'ni Allohning suyukli bandalari, yolg'on guvohlik bermaslar va lag'v behuda so'z yo amal oldindan o'tgan vaqtlarida oliy janoblik bilan, ya'ni undan yuz o'girgan hollarda o'turlar. Ularga Parvardigorlarining oyatlari eslatilgan vaqtida u oyatlarga gung va ko'r hollarda tashlanmaydilar, balki ularni bilib, anglab amal qilur. Ular Parvardigoro, o'zing bizlarga jufti halolimizdan va zurriyotlarimizdan shod-xurramlik hadya etgin va bizlarni taqvodorlarga peshvo qilgin deydigan kishilardir. Ana o'shalar sabr qanoat qilganlari sababli jannatdagi yuksak darajalar bilan mukofotlanarlar va jannatda farishtalar tomonidan salom va omonlik bilan qarshi olinur. Ular o'sha joyda mangu qolurlar. U eng go'zal qarorgoh manzildir. Ey Muhammad, mushriklarga ayting, agar duo iltijo qilmas ekansizlar, Parvardigorim sizlarga parvo qilmas. Bas, sizlar u zot yuborgan payg'ambarni yolg'onchi qildingiz. Endi albatta azob uqubat sizlarga lozim bo'lur. Furqon surasi 70-77 oyatlar. Rasululloh sallallohu alayhi vasallamning ko'zlarida porlagan sevinch uchqunlari mana shunday ifoda etildi. Bu oyatlar mo'minlarning ko'ngliga taskin, qalblariga orom berdi. Ko'zlariga sevinch to'la yoshlar balqib chiqdi. Allohga hamdu sanolar va shukronalar keltirguvchi ovozlar yuksaldi. Ayanchli xotiralarga boy moziy, ertaga yaxshilik bilan qaytishi, Janob Haqning rahmatiga sig'inganlar mangu baxt saodatga erishishlari shu yo'sinda va'da qilingan edi. Ular kechani joynamoz ustida tik turgan hollarida sajda qilib o'tkazurlar. Oyati mo'minlarga kechalari o'qiladigan namozni ziyoda bo'lishi haqida alohida ma'lumot berdi. Ham eng shirin uyquga ketganida nafs xohishlaridan qutulib buyuk yaratguvchi bilan yakkama-yakka qolish, uning huzuriga bosh qo'yish mo'minlarga o'zgacha huzur halovat baxsh etardi. Nabiy akram sallallohu alayhi vasallam kechalarini ibodat qilib o'tkazishni istaganlarga bunday o'git berdilar. Shoni buyuk Robbimiz kechaning so'nggi 1/3 qismida dunyo samosiga qadar pastlab, menga duo qilguvchi yo'qmi? Qabul qilsam, mendan so'rovchi yo'qmi? So'raganini bersam, mendan mag'firat so'raguvchilar yo'qmi? Gunohlaridan o'tsam deya amr qiladi. Bu voqelik har kecha barqarordir. Payg'ambarimiz ushbu so'zlar bilan kechaning so'nggi qismidan oqilona foydalaning demoqchi bo'lgan edilar. Mo'minning yashash haqqi bormi? Payg'ambarlik kelganida buyon 7 yil o'tdi. Qurayshlar qo'llagan bir qator jiddiy chora-tadbirlar foyda bermadi. Natijada mushriklar Makkaning yuqori qismida joylashgan Hojun qabristoni yonida favqulodda bir yig'ilish o'tkazdilar. Qisqa vaqt ichida kelingan qarorga ko'ra Muhammadni qarindoshlari bo'lmish Bani Hoshimga qarshi birgalikda harakat qilish
va surunkali bir muomala qatag'oni uyushtirishga kelishildi. Ulardan qiz olinmaydigan, qizlarini ularga bermaydigan, savdo-sotiq munosabatlari uziladigan va bu qarorga amal qilmaganlar jazolanadigan bo'ldi. Agar bu qaror ko'ngildagidek natija bersa, Hoshimiylar va Muttalib o'g'illari Muhammaddan yuz o'girajak, yakka bo'lib qolgan insonni esa mag'lub etishlari oson bo'lardi. Qarorlarini qat'iyligini ko'rsatish uchun modda qilib yozib, Abu Tolibni chaqirtirishdi va o'qib berishdi. Jiyanini ixtiyorlariga topshirmasa, bu qaror shafqatsizlarcha amalga oshirilishini uqtirishdi. Jiyanim uchun har qanday fidokorlikka ham tayyorman, dedi Abu Tolib. Kerak bo'lsa so'nggi tomchi qonim qolguncha sizlarga qarshi urushaman. Butun Hoshimiylar va Muttalib o'g'illari ham men bilan ham fikrdirlar. Qo'llaringdan kelganini qilinglar. Qabila boshliqlari bundan bir ish chiqishidan umidlarini uzib, boshqacha qarorga kelishdi. Qatag'on sharoitlari yozilgan qog'ozni Ka'bani ichiga osib qo'ydilar. Shu tariqa Qatag'on rasman boshlandi. Abu Tolib, Hoshim va Muttalib o'g'illarini bir yoqadan bosh chiqarib harakat qilishga, Rasululloh sallallohu alayhi vasallamni qo'llab-quvvatlashga chaqirdi. Hammalari va Makka mo'minlari Shibi Abu Tolib nomi berilgan va Abu Tolib yashaydigan mahallaga ko'chib o'tdilar. Qarama-qarshilik, ziddiyat avjiga mindi. Abu Jahl va Abu Lahab singari ashaddiy mushriklar bozor o'chanlarini aylanib yurishar, mo'minlarni biron narsa xarid qilishlari yoki sotishga yo'l qo'ymas edilar. Ba'zan ular berganidan ham ko'proq pul berib pishay deb turgan savdoni buzishar, sotmoqchi bo'lgan narsalarni esa kamsitishga urinar edilar. Abu Tolib kechalari ham Rasululloh sallallohu alayhi vasallamga janoblarini yolg'iz qoldirmas. Yo o'zi, yo o'g'illaridan, yo qarindoshlaridan bittasi payg'ambarimiz sallallohu alayhi vasallamning uylarida qolib posbonlik qilar. Biron tajovuzga uchramasin tag'in deb bor g'ayratini ishga solgan edi. Hoshim o'g'illaridan Abu Tolibning mahallasiga Abu Lahabgina ko'chib kelmadi. Har doimgidek u mushrik hamtovoqlari bilan qolishni afzal ko'rdi. Qarindosh urug'laridan yuz o'girdi. Hazrati Umar va Hamzadan boshqa hech kim tashqarida bemalol yura olmay qoldi. Boshqalar mahalladan tashqariga chiqquday bo'lsalar, ayovsiz kaltaklanishar, haqorat va azob-uqubatlarga duchor qilinishar edi. Tashqaridan ham hech narsa olib kelmay bo'lmay qoldi. Zero tikandan boshqa narsa o'smaydigan bu yerda dehqonchilik qilish, sabzavot ekib hosil olish mumkin emasdi. Shu bois ularga bor oziq-ovqatni mumkin darajada tejab iste'mol qilish yo'li tutildi. Bu masalada qo'ni-qo'shnilar bir-birlariga yordamchi bo'ldilar. Abu Tolib bor bisodini shu yo'lda sarflab tugatdi. Rasululloh sallallohu alayhi vasallam bilan Hazrati Hadija qo'l ostidagilarga hamma narsalarni shu yo'lda sarfladilar. Butparast bo'lsalar ham faqatgina qarindosh urug'likni haqqi hurmati uchun shuncha aziyat chekayotgan va lom-mimda ham demay nolimagan kishilarga tarqatdilar. Ammo uyidagi oziq-ovqat qanchaga ham yetardi. Bir oila boy badavlat bo'lgan taqdirda ham necha oilani to'ydira oladi. Oziq-ovqatlar qattiq tejab tergab yeyilishga qaramay tugadi. Mudhish bir ocharchilik boshlandi. Erta tongda och turganlar bir burda ham non yemay kunni o'tkazar, keyingi kunni yana ochlikda kutib olar edilar. Hayvonlar och, odamlar och. Ochlikdan madori qurigan go'daklarni yig'i-sig'ilari, faryodlari atrofdagiga bemalol eshitilardi. U yer bu yerda o'sadigan daraxtlarni yaproqlarini yeyila boshlandi. Teri parchalari chaynalib shimildi. Topilgan har qanday hayvonning qorni, ichak-chavog'i hech ikkilanmay pishirilar va dasturxonga tortilar edi. Mana shunday og'ir mashaqqatlarga qaramay, xoh Hoshim o'g'illaridan, xoh Muttalib o'g'illaridan bir erkak yoki ayolning Rasululloh sallallohu alayhi vasallamga
huzurlariga kelib bizning ilohlarimizga til tekkizding, dinimizni yo'q qilishga urinding, oqibatda mana shu baloga giriftor bo'ldik, mana ko'r endi ahvolimizga qanday ahvolga tushganimizni demadi.